Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ko'pchilik savol bergan, ko'pchilik telefon qilib murojaat qilgani uchun obzor qiling 1105 traktorni obzor qiling deganlari uchun mana obzor qilib berishga harakat qilaman. Tayyor holatda traktorlarimiz. Zobir 1105 yangilangan versiya, ya'ni jatkada. Jatkani sotib olib, traktorni sotib olib, keyin uni tokerga olib bor, svarkaga olib bor, Predelka, xullas ishlamasdan keyin qaytib OLXga sotuvga qo'yganlar uchun mana tayyor holatda olasiz, ishlatasiz, bo'ldi. Mana ko'rib turganingizda jatkalar ham mana silindrda yasaganmiz. Hammasi gatoviy. Oldida hech qanaqa silindrchani osib qo'yib, mana silindrisi masanga silindr degan gap yo'q bizda. Primoy bor dalaga kiradigan variant. Tamom. Mana ko'rib turganingizda arqon yo'q, hech qanaqa oldidan olib orqasiga bo'ylab qo'yiladigan arqon yo'q. Chunki bunaqa bir haligi kolxozniy sistema ishlarni qilmaymiz biz. Chunki orqadagi ves bu ham обязательно kerak. Imенно oldiga jatka qo'ygandan keyin orqasiga freza kerak. Ochish mumkin emas frezani. Chunki oldiga jatka qo'ygandan keyin orqasi yengil bo'lib qoladi. Dalalarga kirib chiqaverishlarda traktor kam kuchli qiladi. Salga oyog'ini tayini kavlab buksavat qiladi traktor. Kuch yetmaydi. Shuning uchun umuman frezerni ochish mumkin emas. Agar frezerni ochsangiz bo'ldi, u tamom u traktoringiz dalaga ish bermaydi u. Hech qanaqa kuch bermaydi. Sal qiyalikkan chiqolmaydi, oyog'ini tayini kavlab buksavat qilib o'tadi. Yo sal yer nam bo'lsa ham buksavat qiladi, bo'ldi. U ish emas akalar. Shuning uchun bizda spesialni frezerni ham o'zida qoldirdik. Jatkasini ham o'zida spesialni mana как положено silindrda ishlaydigan variant qilib yig'dik. Shuna olasiz, olib borib ishlatasiz, bo'ldi. Hech qanaqa arqon, troz, miroz yoki mana bu yerda oldiga silindrchani ilib qo'yib, masanga silindr deb bunaqaligi qilmaymiz. U silindr kaltalik qiladi. O'zi spesialni hammasi rasyotlari santimetr, millimetr o'lchangan, stok toblar asosida, оборотлari ham stok toblar asosida qilingan. Traktorimiz ham haqiqiy yangilangan versiyada dinam, unaqa predelka, samodelka emas. Zavodskoy dinamlari, ikkita dinam zavodskoy. Balonlarga e'tibor berasizlar. Boshqa yoqdan olsangizlar mana balonni kengayadigan bo'lish kerak. Chunki agatka moslab olasiz yoki qo'sh balon qilib olasiz erta qishga. Chunki buni ko'ti juda yengil. Buksavat qiladi erta qishga. Bu qo'sh balon qilish kerak bo'ladi. Keyin traktor olishga nimaga e'tibor berish kerak? Mayli poydachiklarni ko'chadan sotib olib o'rnatyapti. Lekin mana bu narsa blokrovka, повышенный и blokrovka обязательно kerak. Boshqa yoqdan, boshqa kishidan traktor sotib olsangizlar ham shu narsasiga e'tibor beringlar. Buni hozir juda ko'payib ketgan modelkadan hamma olib sotyapti, lekin bu nima deydi? Do'stona maslahat, bu traktorni blokrovkasi bo'lmasa, bu bir velosipeddan farqi yo'q bu traktorni. Juda bir nimjon bo'ladi. Andak qiyalikka ham chiqolmaydi. Bir tomoni kavlab turaveradi. Bir tomoni asfaltda tursa, bir tomoni loyda tursa ham kavlab turaveradi. Qo'parib kavlab chiqib ketib bilmaydi. Blokrovka shu uchun kerak. Endi biladiganlar u narsani yaxshi biladi. Texnikani biladiganlar, endi bilmaganlar uchun. Aytib o'tib ketyapmiz. Keyin bundan tashqari raspretillari ham mana ikkitalik. Mana raspretiller mana shu paytda kerak bo'ladi. Ikkitalik bo'lish kerak. Mana ikkitalik bo'lgan paytda ana bittasini bosgan paytda ana tashaveradi. Bunisini qo'yga olgan paytda ana bunisi ham o'zida turadi. O jatka ham, bunisi ham. Bir vaqtning o'zida bu traktorimiz pichanni o'rib, freza bir martaga yerga ishlov berib chiqib ketadi. Qiziq bo'lganlar uchun. Endi yana bitta plus tomonini aytaman do'stlar. Mana bu yerda jatka qo'yganmiz, jatka yechiladigan variant qilganmiz, yengil qilganmiz. Jatkani o'zi shuna olib qo'yiladi, oldiga haligi agregat yasab olsangizlar, qo'rpor tozalashga, o'tni haligi itarishga, tuproq haligi qilishga, zakonni agregat qilib yasab olishga imkoniyat bor. Bemalol jatkasini olib qo'yib, agregat qilishga, qo'rpor tozalashga, dacha-pacha tog'da yashaydiganlar uchun yo'l-po'l tozalashga juda bir qulay variant.
motorimizga keladigan bo'lsak, motorimiz o'sha 11.05 mana tanka motor. Buni hamma yaxshi biladi. Suv nasoslarda bor motorlardan bir yo'q qolganga 15 sutkalab o'chirmasdan ishlaydigan motorlar mana shu bo'ladi. Даже ular bulardan silabi, bular radiatorlik, ventilyatsiyalari bor, sirkulyatsiya bo'ladi suv, дополнительный dinamlari bor. Bu dinamsiz 11.05 maslahatim olib o'tirmanglar. Bu traktor, bu maxavikni ko'ryapsizlar, bu maxavik bez haligi yonadi, juda katta bir kuchlanish kerak bo'ladi bunda. Katta tok tortadi, shuning hisobiga akkumulyator tez o'tirib qoladi. Agar bez dinam 11.05 olganlar bu o'zidan o'tganini o'zi yaxshi biladi. Maslahat bermayman ham bez dinam olishni. Hozir eski modellarga ham dinam qo'yib sotishyapti. U o'zinikida tok bermaydi, 14 volt bermaydi. 14 volt berish kerak, tokini o'lchab olasizlar. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, sidenalari, mana gidrobaklari, sidena orqasida emas. O gidravlikasi o'tilib ketsa, ustlaringizni haligi qilmaydi. Ana silindrlar hammasi boyvoy holatda, orqasida ham ulangan, oldi ham ulangan. Montaj hammasi yig'ilgan, hammasi cho't qilib santimetr. Bu ham jatkalar ham ustilit qilingan, polni o'zgartiriladigan joylari bor buni. O'zgartirilgan hammasi ishga boyvoy holatda keltirib qo'yilgan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like, podpiska bo'lishni ayamaysizlar. Ushbu videoni mini traktor olaman degan do'stlaringizga tezda jo'natib qo'yasizlar. Da, to'g'ri, 1-2 so'mga bizda qimmatdir. Lekin arzon joydan sotib olib, keyin ertaga mana ketirib tashlashgan jatkalar rabochiy olib ishlatib olmagan, bor boshqa yo'ldan olib kelgan. Ishlatib olma, yarim puldan ham arzoniga olib qolganman men bularni. Sotib bering deyishgan. Shunaqa holat tayyor, gotoviy, svarchik, puvarchik qidirmasdan oling, mazza qilib ishlating. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r videolarni kanalimizga qo'yib boramiz.